Ha, xudo xolasa ertaga asfaltni qanchasi qoladi, qanchasi nima bo'ladi, xudo biladi. Endi ertaga ko'ramiz endi mana. Qilgan o'tgan yil qilingan asfalt ahvoli. Mana bu joyga 1000 talik turba qo'yish kerak edi. 50 talik qo'ygan. Yana o 5,5 metr. Daji nimasini beton bilan uzaytirganmiz. Open byudjetda yo'l o'tib olingan yo'l. Mana yo'lchilarimizdan asfalt o'sha menimcha bu asfalt bo'lmaydi endi. Mana bu yerda ko'pir bor, ko'pir yo'q o'sha, ko'pirga siqmaydi bu. O kelayotgan suv umuman siqmaydi. 50 talik turbaga. Rayonga borib hokim bilan ham uchrashib kelganman. Bu borada ko'p yugurdim, foydasi bo'lmadi. O'sha tomonda asfalt ketdi, mana bu tomoni ham ketyapti hozir. Asfalt qolmaydi bu yerda. Mana yo'llarni u tepasigacha chiqib ketgan. Soyga siqmasdan.